Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli YouTube kuzatuvchilar. Akalar, xudo xolasa bugunga zot ishqibozlariga qo'chqorlarda haqiqiy zo'rlarini ko'rsatib beramiz akalar. Hafta kuniga bugun juma, barchalaringizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Sanamiz 10-aprel 2026-yil. Manzilimiz akalar Namanganda Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Xudo xolasa afg'on arashan qo'chqorlarni juda ham go'zallaridan, elitalaridan sizlarga ko'rsatib beramiz akalar. Bu oddiy afg'on qo'chqor emas, seleksiyada ishlab yurgan qo'chqorimiz akalar. Ikkitish, xudo xolasa, arashan qo'ylaring bo'lsa, edilboy qo'ylaring bo'lsa ham, zotga vobshe zo'r bolalarni berib yurgan, xudo xolasa zo'r bola beraveradigan yaxshi qo'chqorimiz akalar. Uzunliklari ham o'ta uzun, bo'ylari 98, balandligi akalar, balandligi 98, uzunligi 1 dan oshiq xudo xolasa. Juda ham chiroyli, yaxshi holatda qo'chqorni zo'rini olib boqaman degan akalarimizga tavsiya qilinadi. Ikkitish akalar jonivorimiz. Ikkitish afg'on qo'chqor, yangi ikkitish. Xohlasa oyoq qo'llari baquvvat, gassagi stoykalari o'ta ham baquvvatidan zo'ridan ko'rsatamiz. Narxlari ham akalar shikalant bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan oxirgacha ko'rgan odam bugun haqiqiy zo'r qo'ylarni olasizlar, xudo xolasa. O'tgan safargi chiqargan qo'ylarimiz ham akalar qo'chqorlar talamash bo'lib ketdi. Ko'pchilik so'ragan edi, afg'on qo'chqor bo'lsa, arashandi yaxshisi bo'lsa ko'rsating Umidjon degan akalarimizga liniyasi bor, arashan qo'chqorlar bor. Xolasa 2 dona afg'on qo'chqorimiz bor. Juda ham chiroyli, o'ta ham zo'ridan. Qo'chqorimiz akalar o'ta ham svetlik, toza jun, xudo xolasa yaxshi seleksiyada ishlab yurgan qo'chqor akalar. Mana buni sizlarga tavsiya qilaman. Maza qilib bolasini olib, chiroyli bolalarni olib duo qilib boqasizlar, xudo xolasa. Tumorlarigacha bor. Stoykani qarang, baquvvatligini. Mashalloh, hammaga shunaqa zo'ri nasib qilsin. Dumbasi ham osilganidan emas, razrezlari ham bor, tikka dumba. Xudo xolasa mana qo'chqorni zo'ri akalar. Akalar, buni narxi keladigan bo'lsa, narxini taqalgani $1300, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyingilarni ko'rsataveramiz. Xudo xolasa zo'r qo'chqorlar kelgan. To'g'rimi bilasiz? Ana. Akalar, qo'chqorni bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Hammaga shunaqa zo'ri nasib qilsin iloyim. Like ni bosib turaveringlar, zo'rlarni ko'rsataveramiz. Akalar, mana bu qo'chqorga bittadan like ni bosinglar. Mashalloh. Afg'onni bodom gulidan, jonivorni qaranglar. O'ta ham go'zal qo'chqor boqaman degan akalarimizga maxsus. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda afg'on qo'chqorimiz. Akalar, bu 4 tish. Bu qo'chqorimiz akalar 4 tish, bo'yi 98 buni ham toza. Xudo xolasa juda ham chiroyli, yaxshi qo'chqor. Maza qilib bola olib yurasizlar akalar. Juda chiroyli bolalarni beradi. Xudo xolasa bolalarigacha ko'rganmiz. O'ta ham chiroyli, yaxshi qo'ylarni, qo'zilarni tushirgan, xudo xolasa afg'on qo'chqorimiz. Hamma tomonlama ideal, razrezlariga bor akalar. Dumbasi osilib, xunniga chiqqan afg'on emas. Seleksiyada zotda ishlab yurgan qo'chqorlar akalar. Ana, tozasini boqing, xudo xolasa. Mana akalar, razrezni ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli. Sportivniy holatda, bemalol yaxshi qo'ylaring bo'lsa, qo'shib maza qilib bolasini olaverasizlar. Qo'chqorga bittadan like ni bosib qo'ying. Siz u bizga, hammamizga xonadonda shunaqa yaxshi qo'chqorlarni boqishlik nasib qilsin akalar. Xudo xolasa ulgurib, shoshilib qoling. Garbonoslari ham juda chiroyli. Mashalloh. Oldi to'shlarni ko'rsatgan bilasiz. Mana to'shni qarang. Juda chiroyli qo'chqorimiz. Yuzlari tiniq. Qo'chqorda akalar mana shunaqasini olinglar mana. Zo'rini. Turishlari ham juda boshqacha. Buni ham narxini akalar oxirgi taqalgani $1300, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Ulgurib qoling, shoshiling. Hadeb ham bunaqa yaxshi qo'chqor uchramaydi. Razrezlari bor, tikka, toza afg'on qo'chqor. Xudo xolasa yaxshi qo'ylaring bo'lsa, maza qilib bolasini olasizlar. Mana, jonivorni qarang. Bittadan like ni bosib qo'yinglar akalar. Akalar, videoni ko'rgan odam achinmaydi, chunki o'ta ham zo'r qo'chqorlarni yaxshi narsalarni chiqarib ko'rsatyapmiz. Toza zotli, qoni zotiga javobidan. Xudo xolasa bu qo'chqorimiz akalar graf liniya, quloqlari 20+, bo'ylari 88 cm. Xudo xolasa 10 oylik qo'zichoq hali.
Hammaga shunaqa zo'ri nasib qilsa ilohim. Qo'chqorga bitta baho berib qo'yasizlar akalar. Juda ham chiroyli, yaxshi qo'chqor boqaman degan akalarimizga maxsus tavsiya qilinadi. Jonivorni qarang, garbonoz quloqlari juda ham yaxshi holatda. Ana aka. Kessak stoykalariga bitta baho berib qo'yinglar akalar. Aylantirgan filasi tomonlarni ko'rsatib, razrezlari cho'tki, xolasa qo'chqorni originali. Ana quloq tashashlariga, quloq joylashuvlariga, stoyka, garbonozlariga bitta baho berib qo'yasizlar akalar. Ana qo'chqorni zo'ri. Mashaalloh. Biror joyda bir petno nuqsoni yo'q, soppa sog'lom. Zotlariga javob, xudo xolasa, qarang, stoykani baquvvatligini akalar. O'ta ham chiroyli. Yaxshisini boqaman degan akalarimizga tavsiya qilinadi. Ulgurib qoling, shoshiling akalar. Hammaga nasib qilsin shunaqani boqishlik. Akalar, buni narxini $1350 ga dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Ana qo'chqorni zo'ri. Graf liniya. Ana. Turishni qarang. Bo'yi 88, 10 oylik qo'zichoq. Qulog'i 20+. Ana, razrezlari hamma joyi kelishgan yaxshi holatda. Ha, shu bo'g'masdan ushlagan bilasiz, shunday. Bo'ldi. Akalar, qo'chqorni qaranglar. Ulguring, shoshilinglar akalar. Akalar, qo'chqorni haqiqiy originalini boqaman degan akalarimizga. Mashaalloh, qo'chqorni qarang turishini akalar. Garbonoz quloqlariga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Hammaga shunaqa qo'chqorlarni boqishni nasib qilsin ilohim. Akalar, bu qo'zimiz 9 oyga hali rosmana to'lgani yo'q. Xudo xolasa bo'yi 87, garbonoz qulog'ini qaranglar. Joylashuvlari juda ham cho'tki, yaxshi holatda qo'chqorimiz. 9 oylik hisoblayveringlar, hali qo'zichoq. Uzunliklariga ham baho berib qo'yinglar akalar. Bo'ynilari ham uzun, oldi kessak stoykalari ham o'ta baquvvat qo'chqor. Hammaga shunaqa zo'ri nasib qilsa ilohim akalar. Mashaalloh, qo'chqor turishiga necha akalar mana. Qo'chqorni qaranglar. Bu tomonlarni ham ko'rsatgan razrez, razrezlari bor akalar. Xolasa gazi ham uzun, oyoq qo'llari ham o'ta baquvvat qo'chqor. Ana, turishni qaranglar. Voy jonivor, kallani sal baqa qilsin. Ana. Akalar, nima deyapti qo'chqorimiz? Xudo xolasa eng zo'rlari shu kanalda chiqadi akalar. Qo'chqorni zo'rlarini chiqaryapmiz bugun, ishonchli qoni zot tozasini. Jaguar liniya 9 oylik qo'zimiz. Xudo xolasa hammaga shunaqa zo'ri nasib qilsin ilohim. Mana. Turishiga bitta berib qo'yinglar akalar. Buni akalar narxini keladigan bo'lsak, narxini $1500 taqalgan narxi. O'zbekiston bo'ylab bepul dastavka. Ana qo'chqorga bittadan laykni bosib, haqiqiy ishqiboziga jo'natib qo'ying aka. Qo'chqorni boqqanga yarasha mashnaqasini olib boqing, qo'ylaringga qo'shib, maza qilib olsalaring akalar. Xursand bo'lib duo qilib boqaverasizlar. Mana. Hamma tomonlama kelishgan qo'chqorimiz. Va navbatdagi qo'chqorimiz. Shiroki liniya, xudo xolasa yangi tish buzyapti bu qo'chqor. Bo'ylari 90. Akalar, kassak stoykalariga bitta baho berib qo'yasizlar. Qo'chqorning yuzlari tiniq akalar. Mashaalloh. Ana qo'chqor. Ablas tishini ochqin, yangi buzyapti akalar. Ana tish tashadi. Xudo xolasa qo'chqorimiz juda ham chiroyli, yaxshi holatdagi qo'chqor. Ana akalar, tavsiya qilinadi shunaqasini olib boqishlikda. Ana shiroki liniya. Xudo xolasa yaxshi qo'chqorimiz. Stoyka kassaklariga bitta baho berib qo'yasizlar. Ana. Sekin aylantirgan bilasiz, tomonni ko'rsatgan. Razrezini ham. Ana razrezlari cho'tki. Bo'yi 90, rovna 90 akalar. Ana. Bu qo'chqorimizda akalar narxini bizni obunachilarimiz uchun $1100 ga dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Ulgurib qoling, mana liniyasi bor, zot qoniga javob qo'chqorlar shunaqa narxda berilyapti akalar. Ana, yaxshi qo'chqor. Turishini qaranglar. $1100 O'zbekiston bo'ylab bepul dastavka. Shoshiling, ulgurib qoling akalar.
Mana jonivorimiz. Kelar navbatdagi sog'lig'imiz. Ikki tish bu ham jonivorni qaranglar. Chiroyli, yaxshi sog'liq boqaman degan akalarimizga tavsiya qilinadi. Qo'chqor qo'shilmagan, o'zlaringda qo'chqor bo'lsa qo'shib bemalol bolasini olaverasizlar akalar. Jonivor. Juda chiroyli, yaxshi holatda sog'lig'imiz. Bu tomonlarni ham ko'rsatgan. Oxirgi partiyamiz akalar, razrezlari cho'tki. Sog'liqni yaxshisini boqaman degan akalarimizga tavsiya qilinadi. Toza quloqlari uzun, shalpon quloq, garbonoslik. Xohlasa jullarini olib qo'yganmiz, chiroyli qilib. Akalar, buni narxi keladigan bo'lsak, narxini $8 zastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Razrezlari cho'tki. Xohlasa stoyka kassaylari ham yaxshi holatda. Ulgurib, shoshilib qolinglar akalar. Mana sog'liqni yaxshisi. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin akalar. Hammani xonadonida zo'r qo'ylar ko'payaversin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar akalar.